Xo'p, gaz pedali cho'kib qolishiga nima sabab so'rang? Ko'pchilik yangi Damas'larda gaz pedal tikka holatda bo'ladi. Yurgandan keyin, xizmat qilgandan keyin buni prujinasi sinib ketadi. Mana ko'rsating, prujinasi zanglab sinib ketgan, pedal cho'kib qolgan. Bu ikkita narsaga daxli bor. Xo'p, birinchisi pedal xuddi kamayib ketadi, bosiladigan xuddi kamayib ketadi. Ikkinchisi mashinada gaz qaytmasligi sababi ham olib keladi. Mana ko'rsalaring, xuddi shunaqangi holat bilan kelganlar akamiz. Pedal yotib qolgan, gaz ham vang'illab oryapti, оборот pasaymay qolyapti. Skurdan skurga almashtirganda. Mana ko'rsalaring, bunga original gaz pedal jemi bo'ladi. Mana shu zavodskiy original gaz pedaldan qo'yib akamizga ishlarini bitkazib beramiz. Buni xitoycha varianti ham bor, 30 ming so'm turadi, originali. Bileti bir 60 ming yoki 70 ming dollar turadi. Mana shu gaz pedal. Originalni qo'yishni ko'proq tavsiya qilamiz. Sifati va xizmati ancha uzoqroq xizmat qiladi. Videomiz manfaatli bo'lib qolishi uchun Damas va Labo hadiyali do'stlarimizga jo'natib bersak, albatta foydali video bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab like bosib turasizlar. Shunaqangi foydali videolarni sizlarga ulashishda davom etamiz. Joninglar sog' bo'lsin.